Eng uzoq samolyotdagi reys necha soat davom etgan deb o'ylaysizlar? 10 soat, 24 soat, 30 soat? Yo'q. 37 yil. 1955-yil 914-reys Nyu-Yorkdan Mayamiga uchdi va 37 yildan keyin samolyot qo'ndi. Mayamiga emas, Venesuelaga. Samolyotning ichida 57 ta odam bor edi va ular 37 yil ichida umuman qarishmagan edi. Nimaga bunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Ko'p kishi buni Bermud uchburchagi, astral hayoti yoki bu hammasi illyuminatlarning ishi deyishadi. 914-reysni boshqargan odam Venesuelaga tushganda u birinchi bo'lib reaktivniy samolyotni ko'rgan va juda ham hayron qolgan, chunki 37 yil oldin bunaqa narsalar bo'lmagan. Bilmadim u nimaga hayron qolganini, chunki 1954-yil ham reaktivniy samolyotlar ishlatilgan. Bitta fakt bilan meni gapim to'g'ri deyish mumkin emas. Shuning uchun men Amerikadagi Weekly World News degan gazetani topdim. Bu gazeta aytishi bo'yicha rostdan 914-reys 1955-yil yo'lga chiqqan va 37 yildan keyin Venesuela aeroportiga qo'ngan. Gazetada yozilgan hamma narsalar rost-ku, to'g'rimi? Men bu gazetada oldin bilmagan yangiliklarni topdim. Bir xotin Yetini tug'di, Tom Cruise o'zga sayyoralik va qo'li bor delfin. Aytish esimdan chiqib qopti. Bu gazeta prosta hazil kulguga chiqarilgan. Shuning uchun kimdirdan eshitgan narsalaringizga ishonib yurmang. Biz 21-asrda yashaymiz. Siz xohlagan informatsiyani 1 sekundda tekshirishingiz mumkin. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.